Ko'p qizlar orasida bizga murojaat qilinadigan shikoyatlardan birinchi o'rinda turadigan shikoyat bu hayz davrida ayollarni, qizlarni og'riq his etishi, ya'ni qorinni pastki qismida, taxminan bachadonni joylashgan qismida, qin sohasida, qo'l sohasida og'riqni his qilishga shikoyat qilishadi. Va ko'p holatlarda ayollarimiz, qarindoshlar nima deyishadi? Shamollatgansan, zaxda o'tirgansan deyishadi. To'g'ri, bu ham sabab bo'lishi mumkin. Lekin yosh qizlarda hali jinsiy aloqaga kirishmagan, ya'ni jinsiy hayot bilan yashamaydigan qizlarda birinchi o'rinda infeksion sabab turmaydi. Birinchi o'rinda oddiygina mineral va vitaminlarni tanqisligi ham bo'lishi mumkin. Elementar olib qaraganda, hattoki oddiy magniy mineralini yetishmasligi ham organizmda shunaqa og'riqli hayz ko'rish bilan namoyon bo'ladi. Va bunday qizlarga qo'shimcha ravishda magniy berilsa, ushbu holat yaxshilanadi.